Alo, yine? Men Toshkentga kelganimdan beri 3-4 qizlar orqamdan yuribdi. Qizlar tushuringlar, iltimos, men baribir yine aytgan qizga uylanaman. Voy. Namuncha o'zingiz olmasangiz? Yine men sizga aytgan Sanabar topdim. Voy. Sanabar. Voy. Qocha kuyda ochu-sochu kiyim kiygan qizchalarga qaramayman chunki mening esim ko'p. Mendan boshqalarga qarab yurma, asabimga tegib o'zing yaxshi bo'lasan-ku, esing ko'p. Mingtadan ortiq gullarni tartib qiladi u meni jonidan ortiq sifatida. Ay, love, you demaganman hech qaysi qizga. Ay, love, you deb yurmagan hech qaysi qizga. Onam aytgan qizdan boshqasiga uylanmayman, yana bilib bo'ladimi mening esim ko'p. Meni xafa qilib yana boshqasiga uylanvorma, unday qilma chunki seni esing ko'p. Mingtadan ortiq gullarni tartib qiladi u meni jonidan ortiq sifatida. Ay, love, you demaganman hech qaysi qizga. Ay, love, you deb yurmagan hech qaysi qizga. Ay, love, you demaganman hech qaysi qizga. Ay, love, you deb yurmagan hech qaysi qizga. Alo, yine? Hani Sanabar'ınız qayga bo'lsa ham jo'g'atib qo'ydim. Kim ekan o'zi Sanobar? Juda joyga tegdi. Bo'ladi bu. Tushunmadim. To'g'ri. Yine meni hayotim va shu havasida keyin gaplashamiz. Ketdik. Shok xabar. Toshkent ko'chalarida barcha qizlarni o'ziga jalb qilayotgan noma'lum shaxs paydo bo'ldi. Aytishlariga qaraganda u noma'lum shaxsning orqasidan faqat chiroyli qizlar yurgan emish. Endi uning ahvoli qanday kechadi? O'tkir, dur bolam. Peshim bo'ldi. Shunda ham qiz tanlashga qo'ymaydi. Bolalarga kim qaraydi? Men qaraymanmi? Kunam qizib ketdi. Hozir